Yevropanikiligini soxta emasligini qanaqa aniqlaymiz aka? Har bir olingan sertifikatda QR kod bo'ladi. Eng asosiy himoyasi mana shu sertifikat, mana berilgan nomer terilganda Yevropadagi bazadan kelib chiqish kerak. Mana misol uchun biz aytyapmiz, ushbu sertifikat asosan viza olishga va borib ishga joylashishga asosiy hujjat deyapmizmi? Buni soxta yoki soxta emasligini bilish uchun Yevropadagi o'zini platformasi bor. Shu platformaga terilganda mana shuni olgan odamda ismi, familiyasi kelib chiqishi kerak. Bundan tashqari bu sertifikatda bu qachon topshirgan, imtihonni qanday topshirgan, qaysi namunalar orqali topshirgan va bu xodimga agar u ishga kirib qolsa, qaysi turdagi payvandlash turlarini topshirish mumkinligini haqida to'liq informatsiya olish mumkin bo'ladi.